Sirliq Orda Babilon podshohi dövlətdəki barlıq hünərvən və yağaççı ustamlarını yığıb, hər qancha aqlliq kishimi kirishga jur'at qilolmaydigan, kirgan taqdirdami ezib qoladigan, intayin cho'ng bir sirliq orda soldiribdi. Kunlarning biri arablarning bir podshohi uning ordasiga ziyoratga kelibdi. Sirliq orda orqali o'zining hayotini namoyon qilish uchun Babilon podshohi arab shohini bu sirliq ordaga taklif qilibdi. Sirliq ordaga kirgandan keyin qatma-qat to'soq va murakkab yo'llarda ezib qolgan arab shohi intayin xo'rliq ezibdi. Biroq oxiri chiqish eg'izini tepib qutulib chiqib ketibdi. Garchi intayin achchiq kelgan bo'lsa-mu, arab shohi o'zini besib olgan holda Babilon podshohiga arab davlatidami mushning o'xshash bir sirliq ordaning borligini, fursat bo'lganda uning ko'rsatib qo'ydiganligini aytibdi-da, odamlarni elib davlatga qaytibdi. Uzoq o'tmay arab shohi Babilon qo'shin tartib ularni gumron qilibdi. Podshohni bo'lsa tugiga bog'lab 3 kecha kunda safar qilgandan keyin cheksiz ketgan bir qumliqni o'tirsiq tashlabdi va uningga: "Ey dunyoning podshohi, ayni chog'da nurg'un xato yo'llardan, qo'rqinchli eshiklardan, agir-bugir palampaylardan va cho'nqur askallardan tuzilgan murakkab sirliq o'rdang bilan meni ozdirmoqchi bo'lgan eding. Biroq men yana chiqib ketadigan. Sen turgan bu cheksiz qumluq bo'lsa, dal mening sana ko'rsatmoqchi bo'lgan sirliq o'rdam. Bu yerda seni ozdirgan yo'l, to'soq, xato eshik va askallar yo'q. Qani men sening bu sirliq o'rdadan qanday chiqib ketadiganligini ko'rib boqay" degenicha ketib qopti. Natijada Babilon shohi uzunga bormay, ussuzlik va ocharchilikdan jon uzibdi. Muallim keldi. "Qara Ali, nishonsiz hayot bo'lsa, to'g'rilanmagan soatga o'xshaydi. To'g'ri mangandek ko'rinadi, biroq azaldan to'g'ri vaqtni aytib berolmaydi. Odamning nishoni ikki xil bo'ldi. Biri ichki nishon, yana biri tashqi nishon. Ichki nishoniga yetgandan keyin tashqi nishoning o'ng'aylashib qochadi. Dengizga og'iz etib quruq botilkadan birini tashlaganingda, u g'oyat zo'r dengizda laylab yurgan bir quruq botilka xolos. Agar uning og'zini ichayotganingda, suv tabiiy kirib to'ldirdi. To'lg'ani bo'lsa, u allaburun dengiz aylanib bo'lgan bo'ldi. Ichki nishoniga yetish mana shundoq seni kuchlantirdi. U chog'da ishlarni sen qilmaysan, olam sen orqali qildi. Sen yozmaysan, olam sen orqali yozdi. Xuddi qaysi bir shoir aytgandek: "Men bo'lsam nayning ustidagi bir tal to'shik, Tangri puvlaydi, mendan ovoz chiqishga boshlaydi. Qani musikamni angla." Ichki nishoniga yetganda ishlardan xushallik izlamaysan, balki hamma ishlarga xushallik kirgizsan. Nimani qila olsang, ta'ling keldi. Xuddi quruq botilka holatini yo'qotgandala dengiz aylana olgandek, kallangdagi men yo'qotganingda senmi bir g'oyat zo'r kuchga aylanasan. Ichki nishonga yetishning birinchi bosqichi va shundoqla eng oxirgi bosqichi bo'lsa, hozir yashashni bilishdir. Kishilarning hozir yashayolmasligiga sabab bo'lsa, ularning kallasidagi men o'tmishni tragediyalik hikoyaga aylantirib, hozirni o'tmishning ko'ngilsiz natijasi qilib ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa, kelgusida chuqur xushal bo'lasan degan va'dani berish orqali hozirni bo'lsa kelgusi uchun to'laydigan badal qilib ko'rsatadi. Uyingda kitob ko'rib o'tirgan vaqtingda o'zingdan hozir mening do'stlarim bormi, oshiqim bormi, ota-onam bormi degan savollarni so'rab ko'r. Balkim bor deb javob berishing mumkin. Biroq yana bir so'rab ko'r. Hozir ular rostla bormi? Amaliyotda ularning bor ekanligi esingda xolos. Ular faqat aslimangda mavjud. Kitob o'qig'iningda sen va kitobdan boshqa hech qanday narsa mavjud bo'lmaydi. Buni tushunganingda sen hozirda yashaysan. Hozirda yashashning birinchi bosqichi bo'lsa, hozirni qabul qilishdir. Hozirni qabul qilishning oldingi sharti bo'lsa, hozirning mangu yaxshi bo'lganligini bilishdir. Doim hozirni ehtiyojingga moslashtirish emas, balki hozirning ehtiyojiga moslashmoqing lozim. Hozirning sen uchun eng yaxshi ekanligini tunib yetgan vaqtingda qilgan har bir ishingga xushallik ato qilsin. Hozirning sen uchun eng yaxshi vaqt ekanligini tunib yetgan vaqtingda qilgan har bir ishingga xushallik ato qilsin. Natijada har bir ishingda sifat paydo bo'ldi. Ondan tashqi dunyodan xalqan bir nishonni tanla. Nishon bilan xushallik birlashsa, qizg'inlikqa aylandi. Qizg'inlik degan so'zning ma'nosi bo'lsa, Tangri tarafidan egallanish demakdir. U chog'da ishlarni sen qilmaysan, Tangri sen orqali qildi. Ichki nishoningga qarab bir qadam olganingda, u sen qarab 10 qadam oldi.
Ma'lum bir nishonga ega bo'lgan kishi hayotdan iborat bu sirliq o'rnida mayli qanchalik to'salg'u va yoki ozdirishlarda bo'lsin, hamon chiqib keta oladi. Uningdan chiqib ketishning usuli bo'lsa, hozirni yaxshi qilishdir. Nishoni yo'q kishi bo'lsa, xuddi arab shoirining qumliqiga o'xshash gangar ichida yashaydi. Hech qanday to'salg'u, xato ishiklar, azgonlar va mag'lubiyatlar uchirmaydi. Biroq mush uchirmasliklar bo'lsa, dal eng cho'ng ichinishliq esib qilishni keltirib chiqardi. Muallim keldi nomli kitobdan parcha. Ovozda Nurjamol.